Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. 21-mart Sog'iniy tavallud kuni munosabati bilan men sizlarga Sog'iniy Alixonto'ra kitobini bibliografik sharhlab bermoqchiman. Sog'iniy Alixonto'ra. She'rlar. Turkiston qayg'usi. Matn. Alixonto'ra Sog'iniy. Nashrga tayyorlovchi Nodirxon Shokirov. So'zboshi muallifi Qutlug'xon Shokirov. Toshkent Zabarjad media nashriyoti 2024-yil 496 betdan iborat. Vatanning mustabidlar zulmidan ozod bo'lishini, millati, farzandlarini sharafga to'lganlar qatorida ko'rishni orzulagan xalqimizning uyg'oq farzandlari, jadid adabiyoti namoyandalari bugun yana o'z o'quvchilari bilan yuzlashmoqda. Ular o'z asarlarida ko'targan muammolar hamon bizning qarshimizda bo'y ko'rsatib turibdi. Kitobxon jadid adabiyoti namoyandalari ruknida tayyorlangan kitoblarimizni o'qir ekan, o'zini shu vatanning ongli fuqarosi, vatani va millati taqdiri uchun mas'ul inson sifatida namoyon qilishida o'zida jur'at topadi. Ushbu kitobni Shayxontohur tuman axborot kutubxona markazimizga kelib olib o'qishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.